Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Kunlaring xayrli, barakotli bo'lsin. Bugun biz kataylar yasovdi, shularni izohlab tashab qo'yaylik. Razmerlarimiz 1.70, 2 metr, enlari 90, 1 metr qilib yasalgan kataylarimiz bor. 10 tadan 12 tagacha tovuq oladi. Har xil ideyada qilingan ranglar bo'lib. Narxlari qo'y suyug'i 600 ming so'mdan berilaveradi. Nazirimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'rg'on Shabboda +8 93 536 0631 telefon raqamimiz. Xo'p, mana bu yerda ham bitta bor mana. Bu ideyamiz ham tomi pasbalar qilaylik, odamni o'ziga tortishni qilingan. Hammasi yashillar qo'yilgan. Oldi karmoshkalar ajraydi, chiqadi. Atroflar faner 100%. Xo'sh. Mana bu ishirigi ham. Shunda bo'ldimi? Endi mana bitta bor. Mana. Bu ham. Endi mana yana ko'k tomliklarimiz bor, chiroqlardan. Keyin 350 mingdan ko'k tovuqqa ham bor. Mana shunisi, tevadagi eshik ochiq turgani. 80 ga 80, bo'yi 60. Pastida 10 xona kaptariga 700 ming so'm. Yana 18 ta xonalik kaputar uya 1,5 million so'm. Hojatxona bo'yi 220 ga 210 qilingan suv oqish hisobiga. Keyin nimasi bor? 110 ga 120. Nazirimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'rg'on Shabboda +8 93 536 0631. Yashillar ham bor. Bu ham don solgani. 350 ming 400 ming so'm. Sog' bo'la salomat bo'ling.